Ularga shira tushdimi? Oq pashshalar yoki qanaqadir chivillami yoki bo'lmasam pautina kleshmi, nimalardir tushyapti. Nima qilishni bilmayapsizlar. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Inshaalloh birga hosila bilan birga shu narsaga yechim topishga harakat qilamiz. Tanishlaringizga jo'natib qo'yamiz va videoni albatta saqlanib chiqib qo'yinglar. Xudo xolasa, kelajakda ham ilohim yordam bersin. Qaranglar. Mana fitaver. Mana buni yaxshilab saqlanib qilinglar va skrinshot qilib olinglar. Ko'rib turganingizdek. Orqasida har bitta hasharotga mana instruksiyasi juda ham oddiy, sodda, jaydarichasiga qilib yozilgan. Mana oddiy. Buni masalan komnatniy rasteniyalarga 1 litrga 2 milligram solasizlar shpritsda. Buni ichida mana bunaqa ampulasi bo'ladi. Hozir men buni ochib tayyorlamayapman, chunki menga kerak emas bu narsa. Shu uchun tayyorlamayapman. Tushuntirib berishga harakat qilaman. Qaranglar, mana shunaqa ampula bo'ladi. Shpritsda 2 milligram olasizlar, 1 litrga solasizlar. Bu yerda 4 milligram. Mana yozilgan 4 milligram. Buni boshqa hech qanaqa anaqalar bilan aralashtirmaysizlar. Hech qanaqa mashinga o'xshash narsalar bilan. Chunki ko'pchilikda ko'ryapman, har xil narsa ketma-ketlikda sepib tashalyapti. Buni sepganingizdan keyin 6-8 soatdan keyin ta'siri boshlanadi. 7-14-21 kungacha. Buni ishlatsanglar bo'ladi. 7 kun, 10 kundan keyin, 14 kundan keyin yana paftor 3 martagacha qilsa bo'ladi. Ketma-ketmas, esingizda tursin. Ustidan sepishga bu. Ustidan sepishga. Mana ko'ryapsizlar, yaxshilab eshitinglar. Bu da faqatgina stimulyator rosta bilan, masalan mana HB1 bilan, sirkon bilan 2 tomchi, 3 tomchi aralashtirib qilsanglar ham yumshoqroq bo'ladi. Ham buni sepayotganinglarda o'zingizlar bilasizlar, antibiotik ichsa ketdan futsis ichamiz, keyin ketdan vitamin ichishimiz kerak, chunki immunitetimizni o'ldiradi. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Baribir qanaqadir kasallik tushgandan keyin bilasizlar, u kasal u gul. Uj immunitetini yo'qotyapti, qiynalyapti gul. U bizga o'xshab gapira olmaydi. Dorini bergandan keyin mana mashi bilan birga bersanglar, bumi, sirkonmi, ribaf, ekstrami, qanaqadir stimulyator rostalar bilan bersanglar, 2-3 tomchi tomizib qo'ysanglar, inshaalloh juda ham foydasi yaxshi bo'ladi. Mana saqlanib qilinglar. Keyin yana esingizda tursin. Shamol bo'lmagan, sovuq bo'lmagan joyda, yo ertalab soat 10 gacha yoki kechqurun soat 8 dan keyin sepasizlar. Keyin bo'ldi. Sepganlardan keyin nima deydi? Eshik skvoznak bo'lmasin. 12 gradusdan где-то mana shu 24 gradusgacha bo'lgan temperaturada yaxshiroq ishlaydi. Hamma dori ham bu ham. Sepasizlar. Dajchi mana 1 litrga mashina solganinglardan keyin latta olib gullarni mana shu yaxshilab ketish uchun orqasida bo'ladi kasalligi. Yaxshilab erinmasdan o'tirib olib artib chiqsanglar ham bo'ladi o'shalar. Artib chiqsanglar, ketma-ket mana shu sepganda ham mana shu gullarni orqa tarafini o'girib turib, mana mashtlarigacha ham sepiladi. Artib chiqsanglar ham bo'ladi, foydasi bo'ladi inshaalloh. Saqlanib qilinglar, tanishlarga jo'natinglar. Marhamat. Mana foydasi tegsa xursandman, tushuntirdim degan umiddaman. Xudo xolasa, sog' bo'lasizlar.